Siz sport zalga chiqasiz yoki endi chiqmoqchisiz. Unda videoni oxirigacha ko'ring, u siz uchun foydali bo'ladi. Oxirgi paytlar jinsiy zaiflik va bepushtlik bilan keladigan bemorlarim orasida sport ozuqalarini qabul qiladigan, har xil mushak o'stiruvchi inyeksiyalarni qabul qiladigan bemorlar ko'p kuzatilmoqda. Shularni inobatga olib, men mutaxassis sifatida sport ozuqalarining turlari, ularni tarkibidagi zararli moddalar haqida, kundalik ichish tartibi, dozasi va xavfsiz mushak o'stirish to'g'risida video darslik tayyorladim. Demak, bugungi video darsligimiz menimcha hamma yigitlarga qiziq bo'ladi deb o'ylayman, sababi kimdir sport zalga chiqib shug'ullanadi, kimdir endi shug'ullanish niyatida bor yoki kimlardir уже shug'ullanib yuribdi. O'shaning uchun men bugun umuman mushak o'stirish usullari, mushak o'stiruvchi ozuqalar, anaboliklar mushak o'stiruvchi, mushakni o'sish mexanizmi, ularning foydali tomonlari, zararli tomonlari hammasi haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilaman. Demak, birinchi sport ozuqalaridan boshlaymiz. Sport ozuqalari deganda buning ichiga uglevodlar bo'lishi mumkin, oqsillar bo'lishi mumkin, bundan tashqari har xil mikroelementlar, biodobavkalar bo'lishi mumkin. Va sport ozuqalarini eng keng tarqalgani bu proteinlar. Ya'ni protein so'zi bu oqsil degan ma'noni bildiradi, oqsil o'zbekchasi. Oqsillarni o'zi olinish usuliga qarab turib har xil turlarga bo'linadi. Ya'ni sutdan olinadigan oqsillar, zardob oqsillari, kazein, bu ham sut oqsiliga kiradi. Tuxumdan olinadigan oqsillar bor, o'simlikdan olinadigan oqsillar bor, geynerlar bor, bu oqsil bilan uglevod aralashmasi va shunaqa turlarga bo'linadi. Va asosiy qo'llanishiga qarab turib proteinlar 3 ta gruppaga bo'lib olinadi. Ya'ni ichida uglevod saqlaydigan, ichida uglevodlarni kam saqlaydigan, ko'p miqdorda saqlaydigan va saqlanmaydigan. Ko'pincha tavsiya qilinadi vес olmoqchi bo'lganlarga geynerlar tavsiya qilinadi, ya'ni oqsil bilan plus uglevod. Ham o'zida oqsili bo'ladi, ham uglevodi bo'ladi. Bu vес olishga yordam beradi. Mushak chiqarmoqchi bo'lganlarga esa tavsiya qilinadi faqat oqsil preparatlari. Agarda vес tashamoqchi bo'lgan odamlar bo'lsa, ya'ni ular vес kerak emas, prosta ortiqcha vazn bor, sport zalga chiqishdan maqsad faqat vesini tashash va mushaklarni chiqarish. Unaqa odamlarga uglevodsiz oqsillar tavsiya qilinadi, ya'ni uglevod saqlanmaydigan. Ba'zi birovlar demak sport zalga chiqishdan maqsad vesini tashash, kamaytirish, semizlikni kamaytirish, ba'zi odamlar esa ves olish. Ves olish niyatida bo'lganlarga demak uglevod tavsiya qilinadi, oqsil plus uglevod, vesni tashamoqchi bo'lganlarga oqsilni o'zini tavsiya qilinadi, ya'ni proteinni o'zi. Demak, va mana bu ko'rib turibsizlar, arginin, omega 3, L-karnitin, bular hammasi proteinlarga qo'shimcha ishlatiladigan biodobavkalar. Elektrolitlar bor, ya'ni natriy, kaliy, magniy minerallar. Bular demak proteinlarga qo'shiladigan qo'shimchalar. Demak, proteinlarning vazifasi nima? Bu ozuqa, oqsil, biza o'sha tuxum yeganimizda ham, go'sht yeganimizda ham tarkibida asosiy qismi oqsil bo'ladi. Endi bizani mushagimizning tarkibi ham asosiy qismi 90%, 95% qismi oqsildan iborat. O'shaning uchun demak bu bizani mushagimizning o'sishi uchun xom ashyo hisoblanadi. Demak, biza ichadigan proteinlar, sport ozuqalari bu bizlar yeydigan o'sha kundalik hayotda iste'mol qiladigan mahsulotlardan olinadi. Ya'ni sutdan, o'simliklardan, tuxumdan, hayvonlarning go'shtidan olinadigan oqsillar bo'lgani uchun buni hech qanaqa zararli tomonlari yo'q, agar me'yorda iste'mol qilinadigan bo'lsa. Xo'p, demak, mana bu yerda jadvalda men proteinlarni turlarini berganman. Qanaqa turlari bor va mana bu yerda proteinlarga qo'shimcha qo'shiladigan biodobavkalar, o'sha omega 3, kaliy, natriy, magniy, L-karnitin, L-arginin, bularning hammasi o'sha proteinlarga qo'shimcha qo'shiladigan mahsulotlar. Bular tepa moddalar almashinuvini yaxshilaydi, mikroelementlar, proteinlar esa mushakni o'sishiga yordam beradi. Demak, hamma sport ozuqalarini, umuman mushak o'stiruvchi preparatlarni yoki ozuqalarni zarari to'g'risida gapiradi. Sport trenerlari esa ularni faqat foydali tomonlarini gapiradi. Lekin nimasi foydali va nimasi zararliligi haqida hech kim konkret ma'lumot bermaydi. Ya'ni aynan qaysi turi zararli, nima uchun zararli, qanday zarar keltiradi, mexanizmi qanaqa zarar keltirish mexanizmi, hech kim bu haqda ma'lumot bermaydi. Demak,
boya videoda aytganimdek sport ozuqalari bu proteinlar va unga qo'shimcha bat mikroelementlar, bularning hech qanaqa zararli tomonlari yo'q. Buni ichish mumkin, qabul qilish mumkin. Lekin mani e'tirozim, asosiy e'tirozim bu yerda mushak o'stiruvchi steroidlarga tegishli, ya'ni anaboliklarga tegishli. Bularning ichida eng keng tarqalgani, eng ko'p ishlatiladigani bu testosteron. Mana bitta jadvalda ko'rib turibsizlar, bularning nomlari juda ko'p anaboliklarni va eng birinchi o'rinda turadigani, eng ko'p ishlatiladigani bugungi kunda bu testosteron hisoblanadi. Testosteron bu biza bilamizki, erkaklik gormoni bo'lib, bizani tanamizda normada ham bo'ladi. Hammada bo'lishi kerak. Testosteron mushakni o'stiruvchi asosiy gormon. Testosteron yo'q ekan, erkak kishida testosteron past ekan, u qanaqa protein ichsa ham, qancha sport bilan shug'ullansa ham, hech qachon erkak kishida mushak paydo bo'lmaydi, agar normadan testosteron past bo'ladigan bo'lsa. O'shaning uchun bu narsani juda yaxshi biladi sport trenerlar va hammaga tavsiya beradi, davay testosteron olamiz deb, testosteron qilish kerak deb. Sababi testosteron qilgan paytda bu tez rezultat qilib beradi, tez natija qilib beradi. Proteinlar natija qiladi, lekin sekin natija qiladi. Sababi protein bu oddiy ozuqa. Biza yeydigan ovqatimizni dozasini balandroq turadi. Lekin testosteron bu natijani tez qilib beradi va zo'r natija qilib beradi. O'shaning uchun testosteronni ko'p sport trenerlar tavsiya qiladi. Bu asosiy mushak massasini o'stiruvchi gormon hisoblanadi. Xo'p, endi men buni mexanizmini tushuntirib bermoqchiman sizlarga, testosteronni qanday zarari borligini. Demak, bu bizning tanamiz. Tanamizda gipofiz degan bez bo'ladi. Bu miyada joylashgan bez va buyrak ustlarida bez bo'ladi va bu tuxumlarimiz. Demak, mexanizmi qanaqa? Gipofiz bezida ishlab chiqariladi LG degan gormon. LG gormoni ishlab chiqariladi. LG gormoni gipofiz bezida ishlab chiqarilib, qonga so'riladi gipofizdan. LG gormoni vazifasi qon orqali kelib turib, buyrak usti bezini va tuxumlardagi ledi hujayralarni stimulyatsiya qilish, ya'ni ishlatish. Ya'ni gipofizda LG gormoni ishlab chiqariladi. Bu gormon qon orqali buyrak usti beziga keladi, va qon orqali tuxumlarga keladi. Tuxumlarda ledi degan hujayralar bo'ladi. Bular o'zidan testosteron ishlab chiqaradi. Normada sog'lom odamda mexanizm shunaqa. Demak, agar biz tashqaridan testosteron qabul qiladigan bo'lsak, uni xoh tabletka formasini, xoh ukol formasini qabul qiladigan bo'lsak, qondagi testosteron miqdori normadan baland bo'lib ketadi. Masalan, normada 30 gacha bo'ladigan bo'lsa, erkak kishida maksimal testosteron miqdori. Tashqaridan biz testosteron qabul qilyapmiz ko'p miqdorda va shuni hisobiga testosteron miqdori baland bo'ldi. 30 dan ham baland bo'lib ketdi yoki bo'lmasam 30 dan past, lekin uje tashqaridan testosteron kiryapti. Unda nima bo'ladi? Miya, gipofiz bezi miyadagi LG gormonni ishlab chiqarmay qo'yadi. LG gormoni vazifasi testosteron ishlab chiqarish edi. Endi tashqaridan tayyor testosteron kiryapti, gipofiz bezi LG gormonni ishlab chiqarmaydi. LG gormoni ishlab chiqarilmas ekan, buyrak usti bezida va tuxumlarda testosteron ishlab chiqarilmaydi. Sababi tashqaridan kiryapti, yetarlicha kiryapti. Даже yetarlidan ko'proq testosteron kiryapti tashqaridan. Xo'p, bu narsa oylar davom etdi. Oylar davomida ba'zi bir odamlarda yillar davomida tashqaridan testosteron qabul qildi, ukolini yoki tabletkasini, va tashqi muhitdan testosteron kirib yurgani uchun organizmga yillar davomida gipofiz bezini LG ishlab chiqaradigan qismi ishlamadi. Va buning oqibatida qaysi a'zo ishlamasa, o'sha a'zo atrofiyaga uchraydi. Atrofiya degani kichrayib, bujimayishga olib keladi. Va tashqaridan testosteron olishni to'xtatdi o'sha erkak. 2 yil davomida zalga chiqdi, shug'ullandi, testosteron qabul qildi va to'xtatdi. Keyin o'sha zalga chiqishni ham to'xtatdi, tashqaridan testosteron olishni ham to'xtatdi. Endi tashqaridan testosteron kirmay qo'ygandan keyin mana bu gipofiz bezi yana ishlash kerak bo'ladi. LG ishlab chiqarish kerak bo'ladi. LG bularni ishga tushirish kerak bo'ladi. Tuxum bilan buyrak usti bezini. 2 yil davomida LG ishlab chiqaradigan gipofiz bezining mana bu qismi atrofiyaga uchrash hisobiga ba'zi bir odamlarda LG ishlab chiqarilish jarayoni buziladi yoki kam ishlab chiqariladi, ba'zi bir odamlarda umuman ishlab chiqarilmay qo'yadi.
Elgi kamayib ketsa yoki umuman ishlab chiqarilmasa, demak buyrak usti bezi bilan tuxum ishlamaydi. Bu ikkovi ishlamasa, demak testosteron ishlab chiqarmaydi organizm. Shuni hisobiga erkak kishida jinsiy zaiflik kelib chiqadi, shuni hisobiga bepushtlik kelib chiqadi. Negaki tanamizda ishlab chiqarilgan testosteron, bu passivniy testosteron deyiladi, buyrak usti va tuxumda. Bu prostata beziga keladi va prostata bezidagi alfa 5 reduktaza fermenti bilan qo'shilib turib, degidrotestosteronga aylanadi. Degidrotestosteron. Degidrotestosteron tuxumdagi sertoli hujayralarga ta'sir qilib turib, spermatogenez jarayoni 3 va 4 bosqichlarini stimulyatsiya qiladi. Demak, testosteron tushib ketishi oqibatida degidrotestosteron tushadi. Degidrotestosteron tushishi oqibatida spermatogenez jarayoni 3 va 4 bosqichlari kechmaydi. Shuni oqibatida bemorlarda urug'ni foizi tushib ketadi, keskin darajada tushib ketadi. Asosiy zarari shu testosteronning. Demak, testosteron organizmda o'zi ishlab chiqariladi, xolesteroldan ishlab chiqariladi. Normada 30 atrofida bo'lish kerak maksimal chegarasi. Agar undan oshib ketadigan bo'lsa, bu narsa estradiolga aylanadi organizmda, ya'ni organizm o'zi biladi, 30 gacha bo'lish kerak. 30 dan kamaysa, demak, LG ishlab chiqarilishi ko'payadi va testosteron ko'proq ishlab chiqaradi. Agar 30 dan ko'payib ketadigan bo'lsa, demak, organizmda bu o'zi parchalanib turib, estradiolga aylanadi. Xo'p, demak, tashqaridan kiradigan bo'lsa, mexanizmi o'zi organizm ishlab chiqarmay qo'yadi. Qo'pol qilib aytganda, tashqaridan tayyori kiryapti, o'zi ishlab chiqarmaydi va yillar davomida o'zi ishlab chiqarmaydigan bo'lsa, bu narsa atrofiyaga uchrab ketadi. Bez atrofiyaga uchrashi oqibatida tashqaridan kirish to'xtagandan keyin ham ishlamay turaveradi. Shuni oqibatida demak testosteron tushadi, keyin degidrotestosteron kamayadi, degidrotestosteron kamaysa jinsiy zaiflik va spermatogenez jarayoni buziladi. Asosiy zarari shu, demak, steroid anaboliklarning.